Assalomu alaykum hammaga. Bu salatni cherizli yeb yuringlar, rak kasalini oldini olar ekan. Kerak bo'ladigan mahsulotlarimizni, ukropkasini ichlarini har doimgidek tozalab yuvamiz. Idishimizga brokkoli solamiz. To'g'rab olgan bodringimizni solamiz. Qizil lavlak solamiz. Pomidor. Olma solamiz. Endi kashinchi urug'imizni sirkali suvga yuvib olamiz yaxshilab. Zelilarimizni solamiz. Chesnok. Yarim choy qoshiq murch. 2 qoshiq katta qoshiqda zaytun yog'i solamiz endi. Yarim choy qoshiqdan kamroq tuz solamiz. 1 qoshiq katta qoshiqda kunjut solamiz. Mana tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha hammaga. Menga rosa yoqdi, mazasi juda ham zo'r.